acayip lokatsiyada bir iki kanal joy chiqdi Tozadonda. Dehqon bozorining oldida, yana toza tunnelni yo'lina. Şuradan girip gelişimizde yine şu domda 4 etajlı domun ikinci etajında 5 etaj mansart bilen şunun ikinci etajında 63 kvadrat 2 kanalı kvartira satıladı. Kanalsa girip birlikte gösterip çıkıyoruz. Bunlar bir taşlayın ikinci etajdan çıkıp geldik. Yani şunun padizleri giyin 4 kanadan buladı. Bismillah kanadanımıza gireriz. 2 kanalı 63 kvadrat. Korobka halatında durdu. Lokatsiya zor. Dehqon bozorining oldi, toza tunnelni yani. Uyimizni narxini hozir yozib qo'yaman ekranda. Egasini nomerlari bilan qo'yib beraman bu uyni. Telefon qilib bemalol savdolashib olaverasizlar. O'zini xususiy egasi. Hujjatlari 100% tayyor, kadastrlari. Yine bir yerda giraverishdi. Tuvalet bo'ladi yine. Shunday holatda. Bu yerda kuxnasi bo'ladi. Kuxnamizda yine gazlı cho'rchiklari tayyor, qo'yilgan, dokumentlashtirilgan. Bu yerda balkoni bo'ladi, ochiq. Yana ikinci etajdan chiqib turadi. Burada bazar. Şu dom üstündeki domuna. Bazarın tunelinin üstüne taze tunel. Yerda durgan narsalarga e'tibor etmisizlar. Bular alamadan manasi tozalab beriladi. Xonadonimizni bu yerda bir spalnisi bo'ladi. 4,5 metre, 3,5 metrelik. Ne bir yerda zali bo'ladi. Zalimizda 2 oynasi bo'ladi. Yaxshi to'lib turibdi. Ya'ni bozorga qarab turibdi. Bir 5 metre 420 razmerda tushgan bo'ladi. 2 xonali kvartira bilan geng olingan. Kvadrat ham katta, 63 kvadrat. Endi bu yerda sanuzelni ko'rsatib o'tamiz. Yana vanisi aynalı, toza havo girib chiqib turadi. Bir remont etib bersangiz cho'tki joy bo'ladi. Ekranda egasini nomeri duradi. Uy egasi, mulk egasi. Telefon atib bemalol savdolashib olaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sağ olunlar.